Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi hurmatli podpischilar, kime davlat bahosida short Cobalt, paket Cobalt kerak bo'ladigan bo'lsa, 148 million so'ma qo'yatirmiz yine. 148 million so'ma davlat bahosida short Cobalt. Avtomat. Diskalarning hamma o'zini ko'ringlar yine. Arkalari. Kitaplar hamma o'zi somkalari bilan turibdi yine. Maskalari. Tushmagan hali. Qani. İşlerden bir ko'rsataylik. Maytafonsuz qiyli o'rtoqlar. Qani, shotini akka, shot gazini. Evet, shot gazı. Fitnekli maşini o'rtoqlar. Cobalt Style qiyli, yine Style deb yozilgan. 24 fevral günü çıkan 2023 yıl 2023 yılda alıngan doğru garaja girip durganı bilen hazır çıkarıp yine satıyatırımız 148 milyon son devlet bakası bir yanda nokta din kırçık hiç yok. Bemalal gelip görüp alaversiniz de buladı. Yine 549 kilometre yurt tuttuğuzu Kazaristan gelince 70-80 kilometre Babilesli akır. Aryanı 300 çede duruyordu. Mesela kime kızık bo'ladigan bo'lsa şu short Cobalt'ımız bemalol bizlere müracaat qilasizlar. Telefonlarımız 24 saat ishlab turibdi. Qo'shni Taftoda, Qo'shko'pirda. Sizlere Xudo xolasa yaxshi niyat etdik, zo'r niyat etdik. Shu niyatimizni Alloh taolo o'zi qo'llab-quvvatlagay. Mashin keladi, olgan din ve pulunu berib olsak ham 2 so'm bilan qo'yib o'tiramiz degan niyat etdik. Shu niyatlarimizni Alloh taoloning o'zi yetirgay. Bizdan Xudo xolasa Qo'shko'pir bo'yicha eng arzon mashinalarni olasizlar degan niyatdamiz. Bizani kuzatishda davom qilinglar, podpiskalarni bosib qo'yinglar. Eng arzon mashinalar Xudo xolasa endi bizda bo'ladi bu yanında. 20 milyon so'm bilan kreditim chiqadi. Oformlenish hamma pul ichida. O'rtoqlar, o'zi oformlensini salkam 12 million ketadi mana. 2 nomer bilan.